Bugun 2 sotikka qurilgan 2 etajli xonadonimizga Alido Mebel jamoasi bilan birgalikda mebellarni yasab bitkazib berdik. Bu xonaga qanaqangi mebellar yasaganimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bitta like bosish esdan chiqmasin. Bakka qo'l qismiga shunaqangi qilib shkaf yasadik. Bitta mishilkalari bilan. Xo'p, bu tomonda patvi davchi mexanizmlari bilan bu xonada ko'honli bunaqangi krashini qilib yasadik. Hop, endi ikkinchi xonaga kiramiz. Bu xonamizda stanigan o'tir remolari bilan. Bu tomonida shunaqangi qilib katta qilib shkaf. Kimga shunaqangi mebellar zarur bo'ladigan bo'lsa, Alido Mebel jamoasiga murojaat qilishlari mumkin. Alido Mebel jamoasi har doim sizlar uchun xizmatda.